Бесплатная реклама kızlar, karınlar. Yine şu alfa kayçısının profesyonel nojniцы deydi. Bugün aldım. Dedim zor kırkadı. Совет etip ötkitemen, советую. Очень профессиональные. Размеры 28-28. Yine kayçılarım köp, lekin buna yaxşı zor deb совет etdiler. Хотела попробовать. Окажется вообще огонь. Kızlar совет etamiz, men sizlarga göstereceğim. Bu korobkasi просто markasini gösterdim. Reklama etib deb o'ylamanglar. Hech kim mening bilan обращаться etmedi reklamaga. O'zim просто sizlarga agar shunday qaychi ko'rsangizlar, tikuvchi qizlarimiz bemalol qo'rqmay olsangizlar bo'ladi. Razmeri har xil. Yana qaychini o'zi sal og'irroq, lekin og'irroq qaychilar aslında yaxshi bo'ladi. Qalin narsalarni kirganda, netganda. Yana sizlar hozir har xil turdagi narsalarni kirib ketsa, masalan, yana bu qalin rezinkasi ham o'zim katta tovar. Yana qaychini güç etmesinden burun o'zi kirgadidan. Yana dim o'tkir. Yana konchiklari ham yana даже qalin narsani yana konchiklarini kirkish yana. Yana dim zo'r. Yana bir imdattirib qaychi to'lanib ketmaydi. Qaychidim ostri. Unda trikotajni gösteraman. Yana trikotaj yipka futbolka tovarlarni hamma qaychilarim kirkavermaydi. Yana dim yaxshi kirkadi. Lezvidin. Olmasdi. Ne bu qalinroq tovarni göstermaslar. Yana brezet tovar. Даже yana bu chetini göstermaslar yana kirk. Yana qaychini ucunda kirkish mumkin. Yana ko'rdingizmi? Vücudum zo'r, ostri. Hem yerim zor. Keyin imanda yipka shipollarni göstermem. Masalan, ko'pincha shipollarda qaychilarim nenda gerdiga o'ratib tekiz kirmaydi. Bilsangizlar. Kichik qizlarim nima deb turganimni yaxshi tushunib turibdi. Yana xohlasangizlar buni deysizlar. Dim zo'r kirkadi. Masalan, shu setkalarni, nalarni, yana ko'rdingizmi? Dim zo'r kirkadi, советую. Qaychi огонь. Даже yana maslosida turibdi. Новый. Ben bunu Ozon'dan satıp aldım. O yanda belki magazinlarda buluşum mümkün. Kimlerde bulsa Ozon Viber'lardan iskat edip görse boladı. Пожалуйста, yine sizlere yaxşı sovetlerden бесплатный reklama.